Кардашlar, bugün biz Luka bayan qilgan qush xabarning 12-chi babini o'qishni boshlaymiz. Saxtipazlikdan hoşyar bo'lish. Minglagan kishilar qisqanchilikdan bir-birini dasavatgidek bo'lishib ketgan edi. Hozirda esa shogirdlarga qarab, sizlar farisiylarning echitqusidan, ya'ni saxtipazligidan hoşyar bo'linglar. Aşkarı bolmaydigan hiç qandaq yoşurun iş, paş bolmaydigan hiç qandaq məxfiyetlik yoktur. Demek sizlərinin məxfi qılgan sözlərinlər oçuq aşkarı anlanıdı. Öyünün içinde yoşurun piçirlaşkan gəplərinlərmi 4 tamdan ötüp xalqı alemge pur ketidu dedi. Xudadanla qorquş kerek. Hazirda esa yana mundaq dedi. Dostlar, ceninglarni teninglardan juda qilishdan boshqa ziyonkashlik qo'lidan kelmaydiganlardan qo'rqmanglar. Kimdan qo'rqish kerakligini ko'rsatib qo'yay. Ceninglarni olgandan keyin do'zaxga tashlashga huquqli bo'lgan Xudodan qo'rqinglar. Qo'rqishga tegishlik aynan shu. 5 qushqashni 2 tangaga setib olg'ili bo'lsa-mu, lekin ularning birini Xudo unutib qolgani yo'q. Hatta sizlerning her bir tal çeçinlarının hesabı var. Şundaq eken korkmanglar. Çünkü sizler Xudo üçün nurg'unligan qushqashdanmi qimmatlikda. Hazirda Isoni e'tirof qilish va qilmaslik. Ko'ngil qo'yib anglanglar, dedi Hazirda Iso gapini davomlashtirib. Hazır ko'pchilik oldida meni e'tirof qilganlarni, keyin inson o'g'limi Xudoning ferishtalari oldida e'tirof qiladi. Biroq ko'pchilik oldida meni rad qilganlar Xudoning ferishtalari oldidami rad qilindi. İnson o'g'liga qarshi so'z qilganlar kechirimga erishalaydi. Biroq muqaddas ruhga kupurlik qilganlar kechirimga erishalmaydi. Kishilar sizlarni bu odam Hazrati Isoga agashgan deb ibodatxonaga yoki hukmdorlarning oldiga elib berib so'roq tortganda Özümni qandaq axlasam bola, yoki nemi desem bola deb endish qilmanglar. Çünkü nemi deyishinglarni muqaddas ruh shu vaqtda sizlarga o'gitadi. Aqlsiz bay haqidagi tamsil. Ko'pchilik ichidan bir kishi Hazrati Isoga, "Ustoz, akamga atimizdan qolgan mirosdan menga tegishligini berishini buyursangiz" dedi. Birodar, kim bana sizlerinin aranlarda qazılık qilish yoki mirosinglarni ayirib berish huquqini beribdi, dedi Hazreti Iso uningga. Keyin u ko'pchilikka, har xil ochko'zlikdan pahas bo'linglar va saqlaninglar. Chunki kishi har qancha boy bo'lib ketsa-mu, uning hayoti mol mulkining ko'pligiga bog'liq emas, dedi. Ham ularga mundaq bir tamsilni so'zlab berdi. Bir bayning yer mo'l hosil beribdi. U ko'nglida buncha vala hosilni qo'yadigan yerim yo'q. Qanday qilishim kerak? To'g'ri, hozirgi ambarlarimni buzib, kengaytib qurib, oshliq va boshqa mol-mulklarimni bu yerga qo'ymamdiman deb o'ylabdi. U yana o'z-o'ziga, "Voy, sen nima degan baxtli odam? Ko'p yil yetkidak mol-mulking bor. Yep, içip, turmuşunu xoşal xoram, rahat ötküzmemsen, depti. Lekin Xudo onunğa, "Ey ahmaq, bugün keçili amanatni tapşırırsan, ondaqda toplagan barlıq baylığın endi kimge qalar?" depti. Hazirda Iso yakunlab mundaq dedi. Özüge baylık toplagan, amma Xudoning nazarida bay bolmagan kişinin aqibeti mana şundaq boludu. Xudoga tayinish. Andın Hazreti Iso shogirdlarga mundaq dedi. Şuna bilib qo'yinglarki, turmushinglarga keraklik yemek içmek yoki uchanglarga kiydigan kiyim-kechakdan g'am qilmanglar. Chunki hayotlik yemek içmekdan, tan, kiyim-kechakdan ko'p azizdir. Qag'larga qaranglar. Ular termaydi, yig'maydi. Ularning ambar qo'ymalarimi yo'q. Xudo ularni och qo'ymagan yerda sizlerning rizqinglarni cho'qim beradi. Chunki sizlar shu qushlardan
köp aziz emasmi? Aranglarda qaysinglar g'am qayg'u bilan ömrünglarni kichikkina uzartalaysizlar. Mana shunchalik kichik ishni qila olmasanglar, boshqa ishlar uchun g'am qilishinglarning nima hojati? Yovvoyi gullarning qandoq o'sadiganligiga qarab beqinglar. Ular ishmi qilmaydi, kiyimmi tikmaydi. Lekin sizlarga shuni aytayki, hatto ulug' podsho Sulaymonning hashamatlik tonlarimi bu yovvoyi gullarning go'zalligiga teng kelanmaydi. Ey ishonchi ojizlar, daladagi bugun echilsa atsi qurib o'choq qolindigan ashu gul giyolarni shundoq bezigan xudo sizlarni texmi kiyindirmamsizmi? Shundoq ekan, yemek içmek, kiyim kechak uchun bosh qatirmanglar. Hech nimadan ansirmanglar. Bu dunyoning odamlari mana shu narsalar uchun izlanadi. Biroq osmondagi otanglar sizlarning bu narsalarga muhtojliginglarni biladi. Shuning uchun sizlar Xudoning podsholigi haqida izlaninglar. U chaqda Xudo sizlarga mana bularning hammasini qo'shib taqdim qiladi. Haqiqiy boylik to'plash. Qo'zilarim, qo'rqmanglar. Sizlar oz va ojiz bo'lsanglarmi, atanglar o'z podsholigini sizlarga berishni loyiq ko'rdi. Mal mulkinglarni setib, kambag'allarga sadaqa beringlar. O'zinglarga upurmaydigan pul xalta hazırlanglar. Shunda qilsanglar, o'g'ri alolmaydigan, kuya yemaydigan joy osmonda g'azni to'plagan bo'lasizlar. Boylig'inglar qayerda bo'lsa, qalbinglarmi shu yerda bo'ladi. Hazreti İsa'nın kelişiga tayyor bo'linglar. Xuddi belini ching bog'lab, chiroqlarini yondirib, xo'jayinning to'y ziyofatidan qaytib kelishini kutib turgan chakarlardek har doim tayyor turinglar. Xo'jayin kelib eshikni qoqqanda chakarlar darhol chiqib eshikni ochish kerak. Xo'jayin qaytib kelganda chakarlarning o'yg'oq va tayyor turganligini ko'rsa, bu chakarlarning baxtidir. Bilib qo'yinglarki, buni ko'rgan xo'jayin chakarlarning xizmatida bo'lib, ularni dasturxonga o'ltirg'izib, shaxsan o'zi kutib oladi. Hatto xo'jayin yarim kechada yoki saharda kelsin, u chakarlarning o'yg'oqligini ko'rsa, bu chakarlarning baxtidir. Bilib qo'yinglarki, agar uy egisi o'g'rining kechisi qachon keldiganligini bilsa, o'g'rining uyiga buzib kirishiga hargiz yo'l qo'ymaydi albatta. Shuningga o'xshash, sizlarmi har doim tayyor turinglar. Chunki inson o'g'li sizlar o'ylamagan chog'da qaytib keladi. Ey Rabbim, bu tamsillarni bizga qartib aytdingizmi yoki ko'pchilik qartibmi? deb so'radi Petrus. Hazreti İsa mundaq dedi: Kim ishonchli va ziyrak chakar bo'lsa, xo'jayin uni boshqa chakarlari ustidan kuzatib, xo'jayinning oziq tuligini ularga vaqti-vaqtida taqsim qilib berishga qo'ydi. Xo'jayin safardan qaytib kelib, chakarining shunchalik sadoqat bilan xizmat qilayotganini ko'rsa, bu chakarning baxti. Bilib qo'yinglarki, xo'jayin uni butun ta'lluqotini boshqarishga qo'ydi. Lekin agar bu chakar ko'nglida xo'jayinim kechikib qaytib keladi-ku deb boshqa ayol chakarlarni ursa va yeb ichib mast bo'lsa, xo'jayin kutilmagan bir kuni o'ylamagan bir vaqt qaytib kelib, uni urib chali o'lik qilib, e'tiqodsizlar bilan o'xshash taqdirga duchor qiladi. Xo'jayinning nima talab qilganligini bilib turib, ruslanib turmagan va xo'jayinning deganini qilmagan chakar qattiq tayoq yeydi. Biroq xo'jayinning talabini bilmay turib, tayoq yeyishga tegishli ishni qilgan chakar yenigirak tayoq yeydi. Xudo kimga ko'p bersa, uningdan ko'p kutadi. Chunki kimga ko'p omonat qo'yilgan bo'lsa, uningdan talab qilindig'inimi ko'p bo'ladi. Hazreti İsa bo'linishning sababchisi. Men dunyoga o't yiqishga keldim. Bu o'tning yenib ketishini ne kadar arzu qilaman. Men oldi bilan azoblik cho'mildirishdan o'tishim kerak. Bu cho'mildirish amalga oshqicha intayin qiynalyapman. Sizlar meni dunyoga tinchlik elib keldimikin deb o'ylab qolmanglar. Men tinchlik emas, bo'linish elib keldim. Buningdan keyin bir ayilliklar bir-birsiga qarshi turdi.
u Aysanın əgəşküçüsü deb ata oğluğa, oğul atısığa, ana kızığa, kız anısığa, qeynana keliniga, kelin qeynanısıga qarşı turdu. Xudanın g'azabidan agahlandırıdığan bisharatlar. Hazreti Aysa köpçülük yanımındaq dedi. Sizler gün petiş tarafta bulut görünse yağmur yağıdı deysizler. Janub taraftan şamal çıksa hava ısıydı deysizler. Dervaq şundaq boldu. Ey saxtipazlar, sizler asman ziminin rengini düşendirələysizler-u, hazırның nemi vaqt ekenligini düşendirəlməmsizler? Neminin toğra ekenligi sizler özüңlar nemişke hüküm qılıp baxmaysizlar. Eğer biri üstünlardan arızı qılıp sizlerni sotqa ilip bağmaqçı bolsa, imkaniyetinin barıça aldın ala onun bilen yarışı verilinglar. Bolmasa o sizlerni sotçıga, sotçı bolsa qara bulgu tapşırıp zindanğı soltib etidu. Bilip koyunlar ki, sizlerge koyulgan jarimanның bir tiyinini koymay tölümügece zindandan çıkalmaysizlar.